Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya da size gajırız. Washington'da sözleyimiz. Bugün sizlerge çisla 2024 yıl 5. ayının 9. gün yaptığı Perşembe vatandaş. Bugün sizlerge sözleydiğim mavzu evvel birinci nime desiniz. Prezident Vladimir Putin vazife tapşırıp aldı birinci günü murasimda. Tünü sizlerge men sözlegen leksiyada harbiy aparat var mı yok mu? Bilelmedim deptime harbiy aparat mı ikinci günü haberde geldi vatandaş. Hem vazife ötüş murasimi hem harbiy aparat. Keçirinler bunun için benim yenilişimli vatandaşlarım. Bunun da Prezident Vladimir Putin notuk sözlüğünde nime depti odan? Birincisi, men garip dünyası mesela Amerika ile harbi yoki yadro kural yaraklan meselesi boyunca söhbet ötküzüşe halayman depti. Yani şu notukun ahırda yani nime depti o deseniz? Men depti Prezident Vladimir Putin bu katı hemen Rusya armiyası harbi manevr ötküzgende texnikilik yoki texnikilik emas taktikilik yadro kurallarını öz içine algan halda harbiy meşq qiladi u depti. Bunun özü tehdit vatandaşım. Yadro kuralları bilan meşq qilish jarayoni kir degan gap bu intayin zo'r tehdit degan gap vatandaş. Biz bunu qo'yib turaylik, endi pozitsiyasi ikki xil. İki xil pozitsiya, g'arb dunyosi buni qanday ifoda bildirdi g'arb dunyosi. Onu aldığımızda ko'ramiz vatandaş. Anda ikincisi, o'tganda biz sizlarga so'zladik, Havoyda. Mesela bu mavzu mundaq mavzu. Osiyocha NATO qurildi. Amerika, Yaponiya, Avustraliya, Filipin 4 davlat harbiy ishlar ittifoqi qurildi. Mavzuli xabar 5. ayının 9. gün Van orbiti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. O'tgan hafta payshanbada bugungi kunda Havoyda Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mudofaa ministri Deloitte Austin bilan Yaponiya, Filipin, Avustraliya 4 davlatdan davlat mudofaa ministrligi yig'in ichib yuqori xabarni shu vaqt sizlarga yetkazgan edik. Shu yig'inda shu xabarda bular birlashib bir kichik atarat deydigan ismda amaliyotda buni hozir obzorchilar Osiyochi NATO deb atashga boshlabdi vatandash. 4 davlat yangidan SWAT, bunun ismi İngiliz SWAT deyildiken kichik atarat yani Osiyochi NATO qurilganligini e'lon qildi. Endi hozir Prezident Vladimir Putin yadro qurollarini qizg'alyapti masalan. Suhbatlashman deydi yana. Harbiy manevrda harbiy qurol yaroqlarni manevr qilgan yadro qurollarini o'z ichiga oladi. Pozitsiya ikki xilmish edi qo'yib turaylik. Endilikda biz sizga so'zlaydigan bir nima leksiya vatandash. Hozir Xi Jinping oxirgi bekat Vengriyani ziyorat qilib vataniga qaytdi-ku deyman. Mushu arliqda hozir yana yetib kelgan xabarlarda Xi Jinping tunji kuni 6. kuni 5. kuni Fransiyaga borib, Fransiya prezidenti Macron bilan ko'rishganda. Ondan Yevropa İttifaqının icroiya komiteti raisi Van der Leyen xonim bilan ko'rishganda. O'tirib qo'yilgan masalalar nima masala ekandan vatandoshim biri elektrik mashinalar va yana boshqa to'kma qilib sotadigan mahsulotlarning Yevropa bozoriga kirishini cheklash masalasi, to'xtatish masalasi. Birinchi bo'lib eg'izga tilga ilingan masala Jungo hukumati kompartiyasining Rossiyaning Ukrayna qarshi tajovuzi va urushiga yordam berayotganligi masalasi. Mushu masalani tilga olib Xi Jinpingning oldida qo'yganda Xi Jinping har ikkisiga ijobiy javob bergan emas. Gördünüzmü? O'zim maydonda ching tur degan gap. Men Rossiyaga davomli yordam qilaman. Men hech qachon to'kma qilib sotmadim. Buni inkor qilgan gap. Endi mas'uliyat degani inkor qilgan gap. Bu ketdimi? Bundan burun esingizda bor vatandosh 4. ayning 24. kuni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Bidenning davlat ishlar katibi Antony Blinken Beijingni ziyorat qilib avval Shanxayga tushdi. 25. kunida Beijingga yetib keldi. Xi Jinping bilan ko'rishdi. Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishdi. Şu arlıqda oturup qo'ygan eng tüpki mesele başka kişilik hukuku bu meselelerden başka en mühimi
Rossiyaga harbiy yordam berishni to'xtat. Ba'zimi shu. Lekin Reis Xi Jinping buni qabul qilmadi yoki bu fikrga ijobiy javob qaytarmadi vatandosh. Shuning bilan Davlat ishlar kotibi Antony Blinken 26-kuni Beijingda qaytadigan chaqda dediki, bu ishni bir taraf qilishinglar kerak. Agar bir taraf qilmaydigan bo'lsanglar, biz Amerika qo'l silib bir taraf qilamiz. Yani inchki bir taraf shuki vatandosh dal mush 26-kundan bir kun burun 4-oyning 25-kuni biz sizlarga so'zildik. Rossiya prezidenti Vladimir Putin shunday dediki, men hozir Reis Xi Jinpingga bir sovg'at tayyorladim. Bu sovg'atning ismi nima qilish kerak? Yana bir kitob. Reis Xi Jinping buni o'zi yaxshi ko'radigan kitob. Biz shu sovg'ani tayyorladik. Nima qilish kerak? Gapning ma'nosi bugun sana Amerika Qo'shma Shtatlar besim ishildi. Rossiyaga yordam berish jihatda nima qilish kerak? Nima qilishing kerak? Bu qatam hem de Rossiya matbuotlari Reis Xi Jinping Fransiyani ziyorat qildigan chaqda bir kun burun xabar e'lon qilib, maqola e'lon qilib, nima qilish kerak? Prezident Vladimir Putin Reis Xi Jinpingga sovg'at tayyorladi, nima qilish kerak degan kitobni deb maqola va xabar e'lon qilgan gap. Endi Reis Xi Jinping Yevropa Ittifoqining rahbari van der Leyen xonim Fransiya prezidenti Macron bilan suhbat o'tkazganda o'xshashla Rossiyaga yordam berish masalasini to'xtatishni rad qilgan gap vatandosh. Endi mas'uliyat deganni inkor qilgan gap vatandosh. Yevropa bozorlariga endi mas'uliyat to'kma qilib sotding deganni inkor qilgan gap asanda. Demak, ikki tarafdan suhbati qatmal holga tushdi degan gap. Shuning bilan bu van der Leyen xonim endi bugungi xabarda qaytadan fikir bayon qilib, Jungoning elektrik mashinalari va boshqa mahsulotlarning Yevropa bozoriga kirishini, bo'libmi tamojni bejiddan qachish uchun hukumat pul qo'shib turadigan shirkatlarning hammasining mahsulotlarining Yevropaga kirishini cheklash kerak. Buraya Xi Jinping bilan kuch bo'lgandan keyingi ish. Endi hozir gap nimada desangiz, bugun Beijingda Davlat ishlar kotibi Antony Blinken fikr qilib, o'tirib qo'yib, Rossiyaga yordam berish masalasini tilga olganda ijobiy javob bermadi Xi Jinping. Endi bu qatam Fransiyada ziyoratda Macron va van der Leyen xonim yana shu masalani o'tirib qo'yganda rad qildi Reis Xi Jinping. Demak, Rossiyaga harbiy yordam berishda qat'iy turaman, maydonimiz o'zgarmaydi deganlik. Dal mushu ishga paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putinning nima qilish kerak? Chernishevskiyning kitobini prezident Reis Xi Jinpingga taqdim qilayotganligi, demak, har ikki qatimliq suhbatga her ikki qatimliq suhbatga vatandosh, demak, har ikki qatimliq suhbatga Rossiyaning fikr qatnashtirganligi, qaysi yo'l bilan nima qilish kerak degan yo'l bilan. Bir kitobning ismi orqali nima qilish kerak degan. Bu bir tarafdan Jungoga ishiltayotgan besim Rossiyaning, ya'ni bir tarafdan Rossiyaning Jungodan kutayotgan umidi, ya'ni bir tarafdan Rossiya Jungo o'rtasidagi do'stlik, ittifoqdoshlik munosabatini ta'kidlash. Mushundoq 3 xil, 4 xil mazmun alaylikni o'z ichiga oladi vatandosh. Demak, bugungi kunda Rossiya bilan Jungoning maydoni g'arb dunyosiga qarshi qattiqlashdi degan gap. Qattiqlashdi. Endi shunday vaqtda biz endi g'arb dunyosi, Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligida g'arb dunyosi, shunday Yevropa ittifoqi, demak, bu davlatlar, bu siyosiy arboblar va davlat rahbarlarining qo'ygan talablarini, Rossiyaga yordam qilishni to'xtat degan talablarini rad qildi. Endi bu davlatlar nima qilish kerak? Reis Xi Jinpingning oldiga qo'yilgan nima qilish kerakni endi hozir jahon xalqi
bu G'arb dunyosi lagerining oldiga, Yevropa ittifoqining oldiga qo'ydiki, nima qilish kerak? Xitoy masalasini nima qilish kerak? Xitoy masalasini qanday qilish kerak? Xitoy bilan Rossiya ittifoqini qanday qilish kerak? Bugungi o'tgan mana shu yerga yetib keldi vatandosh, siyosatning vaziyati deymiz-da sizga. Endi buni nima qilish kerak? Nima desangiz, bu Rossiyalik atoqli davlat yozuvchi Chernishevskiyning asari. Ama o'qitgan endi isim keldi u. Uning qahramoni Rahmatov, ya'ni ayol qahramonning ismini unutibman. Muhabbat hikoyasi Chernishevskiy shu sababli yoki jamiyatda og'diruvchilik qildi degan bilan Rossiyaning turmusida o'ltirgan odam. Shu turmida yozib chiqqan kitob Utopiya, ya'ni utopik jamiyat. Utopik sotsializm demasakmi, utopik jamiyatga tatbiqlash, Rossiya jamiyatiga tatbiqlash. Shuni tashabbus qiladigan siyosat odamidan endi bu. Asli yuqori tabaqadagi odam Rahmatov o'zi yuqori tabaqa imtiyoz hammada voz kechib, inqilob yo'lini tanlab, inqilob yo'liga kirgan kishi. Turmada o'ltirib bu kitobni yozib chiqqan kishi o'zining siyosiy masligini shu kitob orqali o'ttirib qo'ygan kishi. Shuningda har bir masalaga muhabbatlashayotgan ayol taraf, muhabbatlashayotgan er taraf har qanday masalaga duch kelganda savol qo'ydiki, nima qilish kerak? Savol qo'ydiki, nima qilish kerak? Hatto keyingi vaqtda Rossiya oktyabr inqilobi davrida Lenin o'zi partiya ichida, Bolshevik partiyasi ichida kadrlar qartib nima qilish kerak degan kitobni, shu mavzuni ko'chirib, ekilib nima qilish kerak deb kitob yozgan edi vatandosh. Hozirgi kunda nima qilish kerak? Rossiyalik prezident Vladimir Putinning qo'lida Jungoning oldiga tashlandi. Besim, intayin zo'r besim. Nima qilish kerak? Menga berdigan yordam to'xtamsan yoki nima qilish kerak? Amerikaning besimiga, Yevropa ittifoqining besimiga tizib kelsan yoki nima qilish kerak? Hozir Rossiya tarafdan Jungo rahbari Rais Xi Jinping ishiltayotgan besim enden deymiz, Yevropa ittifoqining besimi ostida qoldi Jungo Rais Xi Jinping. Amerika Qo'shma Shtatlarining jahon xalqining demokratik davlatlarining besimi ostida qoldi Jungo. Nima qilish kerak? Hozir taraf-tarafda nima qilish kerak? Bugun Rais Xi Jinping nima qilish kerak deydigan shundoq savol va yoki retorik so'roq oldida shu besim ichida qolib qoldi vatandoshlar. Shu kitobida Chernishevskiy shundoq degan ekan, bir aqliyasiz bir yozuvchi falsafiy fikr qilganda obrazga shundoq narsa kerak bo'ladi vatandosh. Nima qilish kerak? Hayotda yoki tarixda tub-tuz yo'l yo'q. Tarixning yo'li tub-tuz yo'l emas. Moskvaning Niva ko'chasidagi piyodalar yo'li emas. Tarix bu yo'l emas. Chol jazira, Çava-çatqalliq, o'rmonliq, tog'liq, qorliq, shivirg'on burolliq, mushundoq yo'l bu tarixning yo'lidir degan so'zni aytgan edi vatandoshim. Hozir Xi Jinping uchun aytganda, ya'ni shundoq yo'l deyli. Hozir jahon xalqining demokratiyani qo'g'dab qolishi, demokratik yer shari tartibini qo'g'dab qolishi bu ma'noda shundoq. Bugun nimaga? Rossiyaning tahdidiga ham Jungoning tahdidiga. Urush bilan Rossiya kelyapti dunyoga tahdid solib, popozi bilan Jungo kelyapti Tayvanga tahdid solib. Andan keyin qirg'inchilik, Uyg'ur qirg'inchilik bilan hozir bir millatni yo'qotyapti. Uyg'ur degan millatni yo'qotyapti. Jahon o'zining ishi bilan, davlatlar o'zining ishi bilan Uyg'ur degan millatni Xitoy yo'qotyapti. Mushundoq vaziyatda endi bundan keyin bu vaziyatning yuzlanishi qanday bo'ladi? Gap mana shunda siz ham biz ham diqqat qilamiz, hurmatli vatandosh.